Shakin Aymanov nomidagi Qozoq film kinostudiyasining mahsuloti. Bularni qayoqqa haydab ketyapsizlar? Xon saroyi qurilishiga odam yetishmayapti. Buyuk xon Tavkel qazo qildimi? Tavkel xon dunyoning ishlaridan g'ofil. Saltanatni uning suyukli opasi Qora soch boshqaryapti. Sohib Jamol Oysuluv haqida rivoyat. Ssenariy avtorlari Nina Davidova, Rustam Tojiboyev, Viktor Chugunov. Постановкачы режиссерлар Виктор Чугунов, Рустам Таджибаев. Постановкачы оператор Алексей Беркович. Постановкачы рассом Владимир Трапезников. Композитор Байганы Серкебаев. Komil Yarmatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Oman Abdurazoqov, Hojiakbar Nurmatov, Gulchehra Jamilova, Mukambar Rahimova, Obid Yunusov, O'ktam Luqmonova, Farhod Aminov, Yoqub Ahmedov, To'lqin Tojiyev, Fayzulla Ahmedov, Abzal Rafiqov va boshqalar ishtirok etgan. Dublyaj rejissyori Yo'ldosh Abdukarimov, ovoz operatori Abdulla Ahrorov, tarjimon To'lqin Alimov, redaktor San'at Yo'ldosheva. Men tunlari yotaman bedor, kuydiradi yostiq ko'ksimni. Yuragimda hasrat, nola bor, to'ldirgandir yoshlar ko'zimni. Men tunlari yotaman bedor, uyqusizlik hamrohim menim. Uyqusizlik to'shagim uzra, kutar mana, u do'stim menim. Men tunlari yotaman bedor, yuragimda hasrat, nola bor. Senga bo'lgan muhabbat haqqi, ne istasang, barini berdim. Kim istar, kim olmoqchi menim, bu qora va so'qir taqdirim. Xon betob, lekin she'r unga shifo bo'lolmaydi. Voh ajab. Xo'sh, qurilish ishlari qalay ketyapti? Bu borada donishmand me'morimiz nima derkinlar? O, oliy himmat malikam. Qurilish reja bo'yicha ketyapti. Mana, o'zingiz ko'ring. Ajoyib ko'shklar, liviya daraxti, marmar ustunlar, oltin zumradlar. G'oyat go'zal. Yana nima gaplar?
Malikam, lashkarlarimiz amringizga binoan ittifoqchilarni dushman bilan yolg'iz qoldirib, o'zlari jang maydonini tashlab qaytishdi. Lekin Xo'sh, ular baribir dushmanni yengishdi. Yolg'izlanib qolishsa-da, dushmanga sherdek tashlanib, mag'lub etishibdi. lekin biz ularni dushmani bilan do'st bo'lib qoldik. Menimcha, bu o'ziga xos zafar, siyosat bobida. Bag'oyat odil. Sodiq qulimiz nima yangiliklar topib keldilar bizga? Sodiq qulingiz el orasida xonimizni betobligi borasida turli mishmishlar yurganidan darak beradi. Aytishlaricha, buyuk xonimizni boshlari uzra insu jinslar soya solganmi, shifo bersin Alloh taolo. Ovozalarga qaraganda shimolga qilingan yurish xondan beruxsat bo'lgan ekan. Xabar yo'q ekan xonni. Xonimiz bemor-ku hozirgi kunda. Uni shusiz ham toliqqan miyasini davlat ishlari bilan bezovta qilishni nima hojati bor? Yoki bunga hojat bormi? Aytinglar, biz ham bilib qo'yaylik. Gapirdingiz Malikam. Hech qanday iloj yo'q. Ori rost Malikam, xonni bezovta qilish nadarkor. Samoviy yulduzlarning joylashishiga qaraganda, marhamatli xonimizning sog'lig'i yaqin kunlar ichida bir muncha yaxshilangay. Lekin hozir ul zoti oliyga osoyishtalik darkor. Chadi burjidagi yulduzlar Al-Tahur burjiga yaqinlashmoqda. To'g'ri. Yulduzlar bilan bog'liq bo'lgan gaplarni bilib qo'ygan yaxshi, albatta. Men Al-Tahur burjiga yaqinlashyapti deyapman. Lekin baribir unga hali ancha bor. Bordi-yu. Agar bordi-yu, Ulug'xon nonushta oldidan mana bu giyohlardan tayyorlangan suyuq dorini ichsalar, nonushtadan keyin mana bundan ichsalar, tushlikkacha mana bundan tanovul qilsalar, kechki taomgacha mana bu habdorlardan tanovul qilsalar, tunga bo'lsa Ulug'xon jannat qushlarning yangi tezagidan tayyorlangan mana bu kukundoridan badallariga surdirsalar, Muncha badbo'y. Qani, menga bering-chi. Nima? Nimaga bunaqa qilyapsiz? Ma'zur tutasiz. Faqat harakat. Faqat uzluksiz harakatgina yurakdagi dardingizni yengillatishi mumkin. Hech bir jiddiy dard yo'q. Buyuk Tavkil xonimizni vujudlarida. Shul bois xonimiz toza havodan nafas olib, ot minib o'rmonlarni, sahrolarni kezmog'i darkor. Qani, meni lochin boqarim. Lochin boqar qatl etildi. Negaki ikkita shunqor ovdan qaytib kelgani yo'q. Ot boqarimiz. Ali ota qani opa? U saltanatimizni faxri bo'lgan ikki zotdor tulporni olib qochib ketmoqqa harakat qilgan ekan, qattiq jazoladik. Munajjim shifo topishingizdan umidini uzgach, biz ruxsatimiz bilan saroyni tark etdi. Qora soch. Men
Yolg'iz qolsam devdim. Sen nimani xohlasang shu bo'ladi. Kun botarda shu yerda uchrashamiz. Ulug' xon, ne sababdan bu yerlarga kelib qolding? Yoshliging kechgan joy tortdimi? Yo qobizimning mungli so'zi rom etdimi? Yo mazlum xalqning ohu faryodimi? Balki suluv zavjang Oysuluv haqidagi xotira boshlab kelgandir. Ko'zingni och, Ulug' xon. Buni men senga aytyapman. Qora parda qoplagan shahlo ko'zlaringni g'aflat uyqusi bosgan. Och ko'zingni. Vujudingdagi 12 tomringdan darmon ketgan. Bir amallab kuchingni to'pla. Parvardigor ato etgan shirin hayoting zavol ketyapti. Agar tanangda zarracha bo'lsa-da hayotdan nishona qolgan bo'lsa, gaplarimga quloq ber. Erta tongda shabbod esib turgan paytda, sufto'rg'ay chaqchaqlab sayrayotganda, zahmatkash asalarlar zuzulab asal yiqqanda, qirlarga quyosh ilk nurini sochgan bir paytda sen Tavkel xon o'rningdan turib 40 yigitga bosh bo'lganding. Ularni ovga boshlab ketganding. Ana, qaranglar. Kimsan? Isming nima? Qaysi qabiladansan? Ismim yaxshi keldi. Qodir cho'ponning o'g'liman. Otam kelamiz, Tavkel xon suruvlarini boqamiz. Suruv qani? Yoki ov ovlayapsanmi? Unaqa desam qo'lingda o'qiyoying yo'q. Yo'q, og'a. Bahorda ov qilish katta gunoh. Yagona maqsadim saboq olish. Kimdan saboq olyapsan? Ana qarang. Bugungi olgan saboqingni eshitaylik. Mana hozir. Qo'lingdagi qobizing juda ajoyib. Qayerdan olgansan? Kunlarni birida o'rmonda kezib yurib, qattiq charchab uxlab qolibman. Tegma unga, uyg'otsang baloga qolasan. Axir u yaxshi keldi bo'ladi, qo'rqit urug'idan. Uyg'onsa tong otguncha o'yinga tushiradi. Qo'rqit urug'idan. 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 Qo'rqit urug'idan
Nima yuribdi biz o'rmonda? Daraxt qidirib yuribdi, qo'biz yasash uchun. Lekin bu juda mushkul ish, uni qo'lidan kelmaydi. Buning uchun tong saharda qobonni qulatgan quloqcha daraxtini topib yo'lish kerak. Ustiga baqiroq tuyani terisini tarang tortish kerak. Qobizning torlari yangroq sas ayg'irning dumidan bo'lishi kerak. Keyin bu torlarga sassiq quvray shirasini surish kerak. Ana o'shanda me'yoriga yetgan qo'biz bo'ladi. Shundan so'ng shaytonlardan eshitganlarimni qildim. Mana o'sha qo'biz. Yaxshi keldi. Tokilxon saroyda sozandalik qilishni xohlamaysanmi? Men senga yordam beraman. Xon saroyiga uni opasi Xonposhsha Qorasoch shaharning eng zo'r sozandalarini to'plagan. Xalqning gapiga qaraganda, eng yaxshi sozanda Xonposhsha Qorasoch ekan. Uni nag'masiga hatto Xon Tokilni o'zi ham o'ynar ekan. Sen haddan tashqari gustoh ko'rinasan. Qani? Boshla o'to'yingga. Mana yetib ham keldik. Bu meni singlim Oysulu. Minnatdorman sendan. Yaxshi keldi. Seni tug'ib o'stirgan ota-onangga ming rahmat. Do'stligimiz ramzi sifatida mana o'sha shamshirni qabul et. Ulug'xon, negadir so'nggi paytlarda haddan ziyod parishon hol bo'lib qolding.
Ochig'ini ayt, nima bo'lyapti o'zi? Axir men senga opaman. Dardingni ayt. Oxirgi ovdan so'ng o'zgarding, qolding. Ha. Oxirgi ovda tuzoqqa ilindim, opa. Oddiy cho'ponning qizi qo'limdagi jarohatni tuzatdi-yu, yuragimni yaraladi. Yuragingni? Qashaki bir cho'ponning qizi-ya? U bamisoli bir pari. Qanchalar suluv bo'lmasin, cho'pon qizi xonga loyiq emas. Uni ko'zlari shu qadar beg'uborki, sizga ko'nglimni ochyapman, opa. Unga uylanish niyatim bor. Maftuni bo'lib qoldim, bir ko'rishdayoq. Ruxsat bersang bir ko'ray uni. Kengashib ko'raylik. U nima ham yordam bera olardi? Butun rejalarimiz barbod bo'lyapti. Donishmandning maslahatlari menga hech qachon u nima desa shu bo'ladi. Uning maslahatlari tufayli saltanatimiz gullab yashnamoqda. Sultonimiz Ulug'xon kecha ovda otdan yiqilib biroz yaralanibdi. Ot chopishda jahonda tengi yo'q. Ulug' mo'tabar xonimizdan sal orqada qolib, menday bir saroy tabibi g'alati sehrgarlik va jodugarlikni guvohi bo'ldim. Cho'pon qizi bir zumda xonni yarasini tuzatdi. Qiz bir nimalar deb duo o'qibdi-da. 3 marta suflabdi. Keyin yarani ustini silagan ekan, yarasi tuzalib qoldi. Og'asini kasbichi? U ham afsungar. Aytishlaricha hayvonlar bilan gaplasharmish. O'zi o'rmonda yasharmish. Xon qizga uylansin. Ertami kechmi u baribir uylanadi. Cho'ponni qizga uylangani ma'qul. Farmon berishga o'rganib qolgan xonni qizga uylangandan ko'ra og'asidan ehtiyot bo'linglar. Kelinimiz juda suluv-da. Obaringlar. Anchadan beri bunaqa to'ylar bo'lmagan. Amin. Allohu akbar. La ilaha illallohu Muhammadun Rasululloh. Poygada qatnashmoqchi bo'lganlarni bahodirlik, mardlik, epchillik ko'rsatishga da'vat etaman. G'olib qimmatbaho sovrin bilan taqdirlanadi. Bu sovrin
ulug' xonimiz Tavkelning tabarruk zarbof to'nidir. Yigitlar, shoshilinglar, bo'la qolinglar, poygadan qolib ketmanglar yana. Endi navbatdagi musobaqa kurash. Sovrin xonimiz Tavkelning yulduzni ko'zlaydigan otlardan biri 2 yoshli tulpor. U shamolday uchqur, tuyaday chidamli. Kuchingizni ko'rsating yigitlar. Kimki kurashda g'olib chiqsa, mukofotiga shu otni oladi. Ulug' xonning 2 yoshli uchqur tulporini. Xonimizning umrlari uzun, davlatlari fuzul bo'lsin. Jonivor, bunday ot uchun joningni bersang arziydi. Hozir ko'ramiz. Jon shirinmikin yoki O'tkazib yuboringlar meni. Qani o'tkazib yuboringlar. Yo'l beringlar. Yo'l beringlar. Gengizovni chaqiring. Voy, polvonlar ketib qolishyapti-yu. Axir bu qizil sharmandalik. Bunaqa qochib qolgandan ko'ra kurashda yengilgan afzal emasmi? Menga ruxsat eting. Bosing, dadasi. Kurashda Qodir cho'ponning o'g'li, hurmatli kelinimizning akasi Jaxsi keldi, g'olib chiqdi. Barakallah! Otangga rahmat! Azamat barakallah! Kelinimizni akasi polvon yigit ekan. Polvonlarning hammasi ham aql farosatli bo'lavermaydi. Hurmatli saroy ahli, to'yga yig'ilgan xaloyiq, o'z kuy va qo'shiqlari bilan olamga ma'lum va mashhur bo'lgan hurmatli Dovulboy Jirov bugungi to'y marosimimizda qatnashib, hammamizni xushnud qilmoqchilar. Ulug' Jirovning umri uzoq va martabasi bundan ham baland bo'lsin. Hurmatli Jirovga ofarin. Jirovimizning umrlari uzun bo'lsin. Istiqollarda anchadan beri ko'rinmasdi. Ota bobolarimizning ajib udumi bor. To'y marosimlari kuy bilan emas, tortishuv bilan nash'alidir. Tark etmayman udimni. Toki men bilan bellashadigan bironta sozanda topilmas ekan, do'mbiramni chalmayman. Hali bunaqasi dunyoga kelmagan. Dovulboy bilan bellashadigani menimcha tug'ilgani yo'q.
Balki kelinimizni urug'lari ichidan topilib qolar Dovulboy Jirov bilan bellashadigan mard. Yigitlar, Dovulboy Jirov sizlarga murojaat etyapti. Dovulboy bilan bellashadigan bormi? Nahotki bir yigitga 70 hunar oz degan davr o'tib ketgan bo'lsa. Ma'zur tutasiz. Qandoq bo'larkan? Do'mbiraga qarshi ha. Qo'bisi g'alati ekan. Otangga rahmat Dovulboy, baraka top. Do'mbirasi odamni sel qo'radi-ya. Ana qushlarni qarang. Mana buni qo'biz desa bo'ladi. Ming rahmat senday sozandani yetishtirgan volidayu padaringga.
Damashqdan elchilarni kutyapmiz. Ayg'oqchilarimiz nima deyishyapti? Ayg'oqchilarning aytishicha, qo'shni vodiyda qandaydir noma'lum qabila paydo bo'lganmish. Yengilmas Tofkel. Tuyalari charchash nimaligini bilmasmish. Otlari naq zulukni o'zi. Siz otanizga loyiq otlar, yengilmas Tofkel. Hujumga tayyorlanish kerak, Ulug'xon. Kelgandilar ko'p emas. Buni ustiga yomon qurollangan ekan. Bir hamladayoq yo'q qilib yuborishi mumkin. Na hojat. Boylikni hech qachon ortiqchasi bo'lmaydi, marhamatli xon. Oltinni tovlanishiga hatto ilon ham inidan chiqarmish. Biz sizni taniy olmay qoldik, Tavkelxon. Siz dashlarda qirg'inbarot janglaringiz bilan shuhrat orttirib edingiz, yengilmas Tavkel. Nima uchun endi hojat deyapsiz? Oltin, boylik, hujum, hamla. Gapni daromadi biyodaligini bilmabmiz. Boyslo. Jonim, kun bo'yi bog'dan chiqmaysan. Mayli, hozircha bir-biriga to'yib olishsin. Bu yumushni bog'bonga topshirsak ham bo'ladi-ku. Gullar qo'limga o'rganib qolishdi. Ular bemor va bedor edilar. Men ularni davoladim. Bir xush xabarni aytsam xursand bo'larmikinsiz? Xursand bo'lsangiz aytaman. Rostana, mana nihoyat Parvardigor menga voris ato etadigan bo'ldi, voris! Buzrukvor, Parvardigorni inoyati ila taxtimiz vorisi tug'iladigan bo'ldi. Hech qisi yo'q. Mayli tug'ilsin. Murg'ak go'dak nihoyatda nochor bo'ladi. Yana bitta yangilik bor. Xon g'animlarimiz bilan qo'shnichilik munosabatini o'rnatmoqchi bo'lyapti.
Xonga maslahat beringlar. Bunaqa ishlar shaxsan xonning ishtirokida hal bo'ladi. Yaxshi keldi, albatta uni yonida bo'ladi. Valagesning gapiga qaraganda, Batlemusning yer va koinot haqidagi fikri noto'g'ri ekan. Xudoni o'zi uni kechirsin. Barcha osmon jismlari quyosh atrofida aylanadi. Albatta bizni yerimiz ham. Valagesda ibrat olarli va qiziqarli fikrlar ko'p, lekin Usasir. Oysulu, uni qara ya, o'simliklar dunyosi bilan qiziqasanmi? U yaran tuzatadi. Hamda oruni bosadi. Hayriyat. Nihoyat mana lotincha Telips, Felis, Masni turkcha nomini biladigan odam topildi. Usasir. 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 Munajjimning joyi juda tor, noqulay ekan. Ha, juda tor ekan. Lekin hamma narsa oldimda. Feruza hamda lojuvardlar, shodalanmagan hind durlari, quyma oltin, oltin dinorlar, oltindan yasalgan zargarlik buyumlari. Men siz bilan qurilish xususida gaplashmoqchi edim. Xotirjam bo'l, Ulug'xon. Devorlar baliqlar, hayvonlar shaklidagi koshinlar bilan bezatilgan. Shiftni bo'lsa, musaffo osmonni eslatuvchi noyob moybo'yoq bilan sirlatyapmiz. Bunga ajdodlarimiz tan berib kelishgan. O'ylaymanki, avlodlarimiz ham tan berishadi. Kim u? La'nat senlarga! Voy! 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 Ming la'nat senlarga! Bu bechorani jazolashga kim izn berdi? Bo'rilar otarga hujum qilib 3 ta qo'yni bo'g'izlab ketibdi. Boyligini talon-taroj qilinishiga yo'l qo'ya olmayman. Xudo shohid, ko'nglimda yomonlik yo'q edi. Cho'panga bu jazo ham kam. Menga yoqmayapti seni shoshiling chiqargan hukmlaring. Keyin yana Lekin zanjirdagi itdek tunu kun irillab boyliklaringni qo'riqlayotganimni hamma biladi, ulug' tavkil. menga bildirmay, meni nomimdan shoshilinch ravishda berayotgan farmonlaring yana ham yoqmayapti. O'na, ko'ryapsizlarmi? Mal'unning uyasi o'sha. Ulug' xonning farmoniga binoan ibodatxonaning chap qanotidagi qurilish ishlari to'xtatib turiladi. Qullar
yollanib ishlovchi quruvchilar yangi rasadxona poydevorini barpo etishga safarbar etiladilar. Yolg'on. Yolg'on ituvachcha. Haydang bu yaramaslarni. Yo'l qo'ymaymiz bunga. Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Biz qurilishni to'xtatish haqida xondan farmon olib keldik. Lekin men Xonimizni amrini bajo keltiring. Xonni bo'lajak merosxo'ri ham shunaqa beshida yotadimi? Ha, yana teshigi ham bor, ha? Singilginam, bu beshik Bo'riboy tog'dan kesib kelingan, archa daraxtdan yo'nib yasalgan. Bunda yotgan bola hech qachon dard ko'rmaydi. Agar singling onasiga tortadigan bo'lsa, yana bitta beshik yasashingga to'g'ri keladi, yaxshi keldi. Biz avlodimizda ayollar ko'pincha egizak tug'ib, erlarni quvontirishadi. Mana, Oysul ikkalamiz ham egizak tug'ilganmiz. Bu ham meni baxtimga-da. Senday sadoqatli do'st va maslahatchi topganimdan xursandman. Meni deb tug'ilib o'sgan joyingni tark etib kelganingdan beri o'zimni nihoyatda baxtiyor sezyapman. Opam ham nazarimda sizlarni yoqtirib qoldi. Umrimda birinchi marta saroydan ketgim kelmayapti. Ketyapsizmi? Ha, Oysulov. Muhim ishlar bor. Jaxsi keldini birga olib keting. Xotirjamroq bo'laman. Lekin o'zingiz ham tezroq qaytib keling. Ulug' xon, va'da bergan kuningda yetib kela olmading. O'rningga farzandlaringni tug'ilish marosimiga eng yaqin do'sting va maslahatching bo'lmish meni yubording. Oysuluvning ko'zi yoridi. Egizak tug'di, egizak. Suyunchi bering. Bir o'g'il, bir qiz. Shunaqangi shirinki. Bir o'g'il, bir qiz. Bir o'g'il, bir qiz deng. Juda soz. Suyunchisiga sizlarga bittadan kumush qadah. Avval gulobni ichinglar. Charchagansizlar. Marhamat. Oysuluvni o'zi qalay? Uxlayapti. Qiynaldi bechora. Muzoma hali ana u tepalikning orqasida. Nima gap? Tinchlikmi o'zi? Oysulov ikkita it tug'di. Qanaqa it? Nimalar deyapsiz?
soyalar azbaroyi qo'rqib ketishganidan yuraklari yorilib o'lgan. Singlim qani? Oy, sho'rim! Bunchalaram peshanam sho'r bo'lmasa. Oysulov qayerda? Qutida nima bor? To'xta! Ushlang uni! Oybosh, yordam ber! Qo'shlaring yo'ldan! Bolalar bor! Kelin quvib yetinglar! To'xta! To'xta deyapman! To'xta! Seni aldashdi! Qutuning ichida chaqaloqlar bor! Eshityapsanmi? Qutuning ichida chaqaloqlar bor! Chaqaloqlar bor deyapman senga! Seni laqillatishibdi! O'lim itvachchalarga. Jodu. Yo'qol saroydan. Sen jodugarning joyi ichida qolsan. O'rmon, ishlaringni bag'riga bosib yashayver. O'sha yoqda o'ldirding yaxshi magur. Yo'qol, qarang o'char. Jodugar. Yaramas. Haydanglar. Haydanglar buni.
qoyalardan qoyalarga urilib tushayotgan zilol suv, bog'u bo'stonlarni gullatib yashnatadigan, uchqur samallarning chanqovini qondiradigan obu hayot, qizil tuyalarga kechuv bo'ladigan, sohilida qo'yi qo'zlar salqillaydigan jonga malham zilol suv, mendan ham yordamingni ayama. Boshimga tushgan musibatni daf qilishda meni ham jonimga malham bo'l. Buni qara cho'pon, seni ham omading kelib qoldi. Bunaqa xuddi har doim ham suvda oqib kelavermaydi. Qara onasi, senga bir narsa olib keldim. O'rniga bir kaftin top kelsangiz yaxshi bo'lardi. Obaring, gunohdan nariroq yuraylik. Har doim ham daryodan xudo oqib kelavermaydi. Mana, echki ham gapimni ma'qullayapti. Pichoqni olib ber. Eshityapsanmi? Olib bera qolsang-chi. Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom, yo'lovchi bolam. Erkaklar qani? Hamma erkaklarimizni xonposhshani buyrug'i bilan lashkarlar kelib saroy qurilishiga haydab ketishdi. Jonni qaqshatuvchi izg'irin qishu jazirama yoz ham o'tdi. Yana oradan bir necha qish o'tdi. Xaloyiq Sirdaryoning boshlanish yerida odamlarni kulfatlardan xalos, kasallardan forig' etuvchi bir qo'bizchi darvesh kezib yurganmish. Qilgan xizmatlari uchun haq olmasmish degan gap tarqatdi. O'sha darvesh menman. Gunohlarim beadaddir ulug' xon. Ota. Otajon. Onajon. Uydan ketishganda shunaqamidi farzandlarimiz? Ilohim o'tishsin xonda saroyiga. Bolalarimizni ne kuylarga solib qo'yishdi. O'zingni bos onasi. Bolalarimizni odamlar sahroda sarsari yurgan ayol haqida har xil gaplarni gapirishardi. Ba'zi birovlar uni aqldan ozib telba bo'lib qolgan deyishsa, boshqa birovlar uni avliyo ayol deyishardi. Qutida bolalar bor edi. Ular tirikmi?
Ota, keldik. Assalomu alaykum. Oysulu. Qizginam. Tahqirlama oqar suvlarni, gunoh yo'qdir axir ularda. Yomonlama chechak gullarni, axir gunoh yo'qdir gullarda. Singlimni ham koyima, inon, uni esdan og'dirdilar. Oh, yolg'iz meni tahqirlay xon, yolg'iz mening bo'ynimda gunoh.